Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana yangimiz yana keldi, xudo xolasa. Buni oldidagi laboy oynachasi kelmadi, bundan yo'q ekan. Mabodo o'tgan safargisida bor edi, bu safargida yo'q ekan. Diskalar saka diska. Oldi jitgich tormas. Xo'p, bunda ham magnitofon. Hamma yo'g'i joyida, xudo xolasa. Qo'shimchasiga qo'ligi bor. Akkumulyatori mana 35 ligidan 6 ta qo'yilgan. Kaskasi bor. Qo'shimchasiga. Bu ham o'sha eshikchalik bo'ladi. Eshikchasi ochiladi mana. Eshikchalik. Eshikcha bo'lganda, o'sha sedina bo'lganda ham orqada bortda joy qoladi mana. Yuklasa bo'ladi, sedinali qilinganda ham. Hozir sedinani yig'ishtirilgan holatini ko'rsataman. Mana sedinani yig'ishtirib 300 kilo yuk bemalol yuklayverasiz. Sedinani yig'ishtirilgandek holat shu. Saka diskalik. Mexanizmlari ham bor mana. Bemalol murojaat qilaverasizlar, nomerimizni olib. Batafsil ma'lumot telefon orqali bemalol olaverasizlar.